Har doim birinchi shakldan boshlang. Aynan birinchi shaklda uy xo'jaliklari va a'zolarga berilgan tartib raqamlari keyingi barcha shakllarda oilaviy tarkibni aniqlash uchun ishlatiladi. Keling, birinchi shaklni to'ldirishdan boshlaymiz. Yashash joyining tavsifi va uy xo'jaligi a'zolari ro'yxati. O'zingiz yashayotgan manzilni tanlang. Viloyat, tuman, mahalla va ko'changiz nomini yozing. Keyin yashash turini tanlang. Agar siz hozirda kvartirada, yotoqxonada yoki mehmonxonada yashayotgan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha ustunlar chiqadi. U yerga uy raqami va agar mavjud bo'lsa, korpus raqami kiritiladi. Yashash turiga qarab kerakli parametrlardan foydalanish imkoniyati o'zgaradi. Agar siz xususiy uyda yashayotgan bo'lsangiz, faqat uy raqamini yozing. Endi birinchi bo'limga o'tamiz. Yashash joyida nechta uy xo'jaligi va oila yashayotganini belgilang. Bu yerda uy xo'jaligi deganda bitta uyning ichida ikkita oila yashab, har biri alohida byudjetga ega bo'lishi, alohida qozon qaynatishi tushuniladi. Agar barcha a'zolar umumiy byudjetda bo'lsa, ya'ni turmushda faqat bitta qozon qaynaydigan bo'lsa, bu bitta uy xo'jaligi hisoblanadi. Agar ikkita oila va har birining byudjeti alohida bo'lsa, ro'zg'or alohida tartibda qilinadigan bo'lsa, u holda bu ikki uy xo'jaligi hisoblanadi. Keling, bitta yashash joyi, ikkita uy xo'jaligi va ikkita oila misolida ko'rib chiqamiz. Ma'lumotlarni kiritgandan so'ng, birinchi uy xo'jaligi sahifasi ochiladi. Yashash joyining tavsifini kiriting. Mulk shakli, xonalar soni va umumiy maydoni hamda savolga javob bering. Ushbu uy xo'jaligida vaqtincha yashagan xorij fuqarolari bo'lganmi? So'ngra har bir uy xo'jaligi a'zolarining ma'lumotlarini alohida kiriting. Misol uchun, bitta uyda ikkita oila yashaydi. Uy egasi yoki oila boshlig'i, uning turmush o'rtog'i, o'g'li, kelini va ularning farzandi. Ular alohida byudjetga ega. Ya'ni ikkita ro'zg'or alohida qozon qaynatadi. Bu ikki uy xo'jaligi hisoblanadi. Ularning turmushi bir-biridan mustaqil. Raqamlashtirish tartibi quyidagicha bo'ladi. Uy boshlig'i va uning turmush o'rtog'i birinchi uy xo'jaligi. Har bir a'zoni bosqichma-bosqich kiriting. Ismi, familiyasi, otasining ismi, jinsi, tug'ilgan sanasi va JSHR pasportdagi 14 ta raqam. Ushbu misolda birinchi oila uy boshlig'i va uning turmush o'rtog'idan iborat. So'ngra ular bilan bo'lgan qarindoshlik darajasi, oilaviy holati va haqiqatda yashayotganligini ko'rsatuvchi ustunlardan mos javoblarni tanlang. Har bir kiritilgan a'zodan keyin inson qo'shish tugmasini bosing. Zarurat bo'lsa, boshqa a'zolarni ham qo'shing. Keyin o'g'li, kelini va ularning farzandi ikkinchi uy xo'jaligi. Oilaning tartib raqami, uyga egalik shakli, xonalar soni va umumiy maydoni kiritiladi. Bu oilaning tartib raqami ikkinchi. Unga o'g'il, kelin va farzand kiradi. Xuddi oldingi tartibda har bir a'zoni navbatma-navbat kiriting. Ismi, familiyasi, otasining ismi, jinsi, tug'ilgan sanasi, JSHR raqami, qarindoshlik darajasi, oilaviy holati va yashash holati. Har bir kiritilgandan so'ng inson qo'shish tugmasi orqali kerakli a'zolarni qo'shing. Ikkinchi bo'limda uyning umumiy maydonini, qurilgan yilini va asosiy tashqi devorlarda ishlatilgan materiallarni kiriting. Keyingi savollar muhandislik, kommunikatsiyalar haqida. Suv, gaz va elektr ta'minoti, issiq suv, isitish tizimi va internetga ulanish. Sanitariya gigiyena qulayliklari bo'limida hojatxonaning holati va mavjudligi haqida sizning sharoitingizga mos variantlarni tanlang. Shuningdek, ushbu uy xo'jaligida qishloq xo'jaligi yerlari, chorva yoki parrandalar mavjudligini belgilang va agar mavjud bo'lsa, uy xo'jaligidagi a'zolar ro'yxatidan dehqon xo'jaligi boshqaruvchisini tanlang. Shundan so'ng